Pitssani bu usulda tayyorlashni o'rganganingizdan keyin ko'chadan boshqa pitssa sotib olmaydigan bo'lasiz. 1 stakan iliq suvga 1 choy qoshiq dro'ja, 1 choy qoshiq shakar, yarim choy qoshiq tuz solib, aralashtirib, aparamiz oshib chiqquncha qoldiramiz. Aparamiz oshib chiqqach, bitta tuxum chaqamiz va unimizni oz-ozdan elab solamiz. Xamirimiz og'ir bo'lib qolishi kerak emas, shunaqa yumshoq qo'lga yopishadigan bo'lganda yarim piyolada zaytun yog'i bilan ishlovib berib, 1 soatga oshirishga issiq joyga qoldiramiz. Bu orada pitssamiz uchun maxsus sous tayyorlab olamiz. Sous tayyorlashda menga Artelli shunaqa blenderlari yordam berdi. Yuqori sifatga ega Artel blenderlar bilan ishinglar yanada tez bo'ladi. Blenderlagan pomidorimizni qozonga solamiz, qaynab chiqqach 1 osh qoshiqda tomat, tuz, oregano solib, yaxshilab aralashtirib gazni o'chiramiz. Bu orada do'mboqini va boshib chiqqan xamirimizni 4 teng zuvalaga bo'lib, pergament solingan gaz listida manniy kurpa yordamida qo'limiz bilan shunaqa chetiga borchik chiqarib, ichidagi havolarini chiqarib yubormasdan yoyib olamiz. Tayyorlab olgan sousimizni solamiz va xohishga ko'ra nachinga solib 220 gradusda 10 minut davomida pishirib olamiz va eng ideal pitssa tayyor bo'ladi. Albatta siz ham uy sharoitida tayyorlab ko'ring.